Fabio Cannavaro ishtirokidagi salkam 2 soat davom etgan matbuot anjumani shaxsan menga yoqdi do'stlar. Keling birgalikda asosiy ko'tarilgan mavzularni ko'rib chiqamiz. Portugaliya, Kolumbiya yoki Kongo ularga qarshi o'ynash oson emas yigitlar. Aynan shuni avval ham aytgandim. Buni sizlarga avval aytgandim. Keyin emas. Agar kimdir o'shanda meni eshitishni istamagan bo'lsa, bu mening muammoim emas. Men buni avval aytgandim. Oson bo'lmasligini, qiyin bo'lishligini, jiddiy raqiblar ekanligini aytgandim. Nega? Sababi bizda bor yo'g'i top 5 chempionatida o'ynaydigan bir dona futbolchi bor. Bitta futbolchi. Qolgan futbolchilarimiz esa mahalliy ligada, Dubayda yoki Eronda top surishadi. Mundialdan oldingi vaziyatimiz ham yaxshi emas edi. Sababi Eronda top suradigan 4 yoki 5 ta futbolchimiz bir necha oylar davomida futbol o'ynagani yo'q. Lekin hech kim eshitishni istamaydi. Biz o'yinlarni yutqazishni boshlaganimizdan keyin, ana endi murabbiyga hujum qilishni boshlaymiz deyishdi. Sizlar menga hujum qilishlaringiz mumkin, lekin mening futbolchilarimga emas. Sababi mening futbolchilarim borlarini berishdi. Ular oxirigacha harakat qilishdi, ishonavering. So'nggi oylarda jahon chempionatidan keyin men jamoani mehmonxonada yolg'iz qoldirganim, o'zim esa Italiyaga dam olish uchun qochib ketganim haqida gaplar bo'ldi. Lekin biz federatsiya bilan kelishgan holda Nyu-Yorkda hamma bilan xayrlashishga qaror qildik. Va u yerdan hech kim qochib ketgani yo'q. Men so'nggi kungacha mehmonxonada bo'ldim va mehmonxonani tark etgan oxirgi inson edim. Qochib ketish uchun ham hech qanday sabab bo'lgani yo'q. Men jamoamdan, futbolchilarimdan juda ham faxrlanaman. Va bir oylik dam olishdan keyin men yana qaytdim. Sababi mundialdan keyin ichki chempionat o'yinlari hali boshlanmagan edi va ichki chempionat start olishi bilan biz darhol yana o'z ishimizni boshlash uchun qaytdik. Masharipov mavzusi haqida. Menimcha men Masharipovni terma jamoaga chaqirgan yagona ahmoq murabbiy bo'lsam kerak. Bilasizmi nimaga? Sababi men O'zbekiston milliy terma jamoasini boshqarayotganimdan beri Masharipovning birorta ham o'yinini ko'rganim yo'q. Shunga qaramasdan Masharipovni terma jamoaga jalb qilgan yagona ahmoq murabbiy bo'lsam kerak. Nega? Sababi men uni yaxshi futbolchi sifatida bilaman. Men qo'limdan kelganicha Masharipovga yordam berib, u jahon chempionatiga yetib kelishiga harakat qildim. Men uni ko'rish uchun Dubayga bordim, Rimga bordim va uni dunyoning eng yaxshi mutaxassislari bilan uchrashtirdim. Uning sport formasini tiklashga harakat qildik. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Lekin oxir-oqibat Masharipovning muammosi uning tizzasida emasdi. Asosiy muammo uning belidagi jarohat edi. Sababi mashg'ulotlar paytida biz Masharipov uchun maxsus tayyorgarlik dasturini ishlab chiqdik. Va boshida Masharipov Toshkentda o'tgan o'rtoqlik o'yinida ishtirok etish kerak edi. Lekin afsuski uning tizzalari o'rtasidagi farq o'zaro mutanosib emas edi. Shu sababli u jarohat olmasligi uchun biz tavakkal qilishni istamadik va biz uni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun Dubayga yuborishga qaror qildik va u yerdagi natijalarga ko'ra uning tizzalarining holati bir xil ko'rinishda emas edi. Va biz Kanadaga qarshi o'tgan o'rtoqlik o'yinida uni maydonga tushishini istadik, lekin afsuski Masharipovni o'shanda belidagi jarohat bezovta qildi. Endi tasavvur qiling, futbolchi 8-9 oy davomida birorta o'yinda maydonga tushgani yo'q. Hattoki o'rtoqlik o'yinida ham ishtirok etmagan. Va biz shunday vaziyatda edikki, G'aniyev jarohatda, Hojiakbar jarohatda, Behruz va Odil ham jarohatda. Va murabbiy sifatida men qaror qabul qilishim kerak edi. Va Masharipovni qaydnomadan chiqarishimizga asosiy sabab bu uning tizzasidagi muammo emas, balki uning belidagi jarohati edi. U hattoki yura olmay qolgandi. Bilaman, bu oson qaror bo'lmadi. Va ba'zilar Masharipov jahon chempionatida o'ynamagani uchun meni tanqid qilishdi. Shu yerda bir narsani tushunmadim. Siz meni xorijlik murabbiy bo'lganim uchun tanqid qildingizmi yoki siz Masharipovning do'sti bo'lgani uchun tanqid qildingizmi? Keling, samimiy bo'laylik. Boshqa tarafdan esa Aliqulov nima u jahon chempionatida ishtirok etishga haqli emasmidi? Ayting, bir xil vaziyat. U ham jahon chempionatigacha ajoyib mehnat qildi. Lekin hech kim nega Husniddin bormayapti deb savol bermadi. Hech kim, hamma faqat Masharipov haqida gapirdi. Masharipov biz bilan bordi, sababi men ahmoqlik qildim. Men unga yordam bermoqchi bo'ldim. U ajoyib yigit, u ajoyib futbolchi. Shunchaki men uning o'yinlarini televizor orqali ko'rganman. Mening oyligim 4 million yevro emas. Lekin sizlar hamon oyligim 4 million yevro ekanligini aytib kelyapsizlar. Federatsiya bilan kelishuvimiz shundan iboratki, men o'zimning murabbiylar shtabimga oylikni o'zim to'layman. Misol uchun Simone u men bilan Benevento'da ishlagan va Palermo klubida bu City Group tarkibiga kiruvchi klub. Va tasavvur qiling, Simone biz bilan birga o'z faoliyatini davom ettirish uchun City Group tarkibiga kiruvchi klub bilan o'z shartnomasini bekor qildi. Va bu yerda olayotgan maoshi u odatda olib kelgan maoshning 20% tashkil etadi. Shunchaki biz bilan bo'lishni istadi. To'g'ri, matbuot anjumaniga kirish qismi biroz cho'zilib ketdi, lekin men uchun sizdagi ba'zi bir bor ma'lumotlarga o'z versiyamni taqdim etgan holda haqiqatni aytishim juda ham muhim edi.
Jahon chempionati startidan beri qandaydir noto'g'ri ma'lumotlar sizib chiqa boshladi. Balki kiyim almashtirish xonasida bizda qandaydir kalamush bo'lgandir. Lekin bilasizmi, murabbiy sifatida men o'z futbolchilarimni himoya qilishim kerak. Mening eng asosiy maqsadim bu futbolchilarimni himoya qilish, ularni darajasini yanada yaxshilab borish.